Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir degan mashhur fikrning muallifi kimligini bilasizmi? Jadid adabiyotining yirik vakili Abdulla Avloniy 1878-yil 12-iyulda Toshkentda Kosib oilasida dunyoga kelgan va eski maktabda ta'lim olgan. Ammo bilim olishga ishtiyoqi nihoyatda kuchli bo'lgan ajdodimizning tahsil olish uchun sharoiti yetarli bo'lmagan. Shunday bo'lsa-da, u imkon topib, ilm olishga jon jahdi bilan tirishgan ekan. U tarjimai holida bu haqda shunday yozgan: 12 yoshimdan O'qchi mahallasidagi madrasada dars o'qiy boshladim. 13 yoshimdan boshlab yoz kunlari mardikor ishlab, oilamga yordam qilib, qish kunlari o'qir edim. Avloniy madrasani bitirib, maktabdorlik bilan shug'ullana boshlagan. O'sha davrdagi eski ta'lim tizimiga isloh kiritib, yangi usuldagi maktab tashkil etgani uning jadidona qarashlarining yorqin misolidir. Ma'rifatparvar adib qiyin sharoitda bo'lsa-da, ta'lim olishga erishgan va umr bo'yi el bolalarini ilmli qilmoq yo'lida zahmat chekkan. Abdulla Avloniy yangi usuldagi maktablar uchun ilk darsliklarni yozgan pedagog, Turon teatr truppasining asoschisi, dramaturg, jurnalist va noshir sifatida ham qadrlanadi. U 1934-yil 24-avgustda 56 yoshida vafot etgan. Aziz yoshlar, jadid ajdodimiz Abdulla Avloniy 13 yoshidan ham mardikor ishlab, ham tahsilini davom ettirgan. Natijada ma'rifatparvar adib darajasiga yetgan ekan. Biz ham yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib, ilm sirlarini chuqurroq o'rganishga intilaylik.